Yusuf alayhissalom. Yusuf alayhissalom payg'ambar oilasida dunyoga kelgan. Uning otasi Yaqub alayhissalom Allohning birligiga, ibodatiga da'vat etuvchi payg'ambarlardan edi. Yaqub alayhissalom o'z farzandlari ichida Yusuf va Bunyominni ko'proq yaxshi ko'rardi. Kunlardan birida yosh Yusuf otasiga tush ko'rganini, ustida 11 dona yulduz, quyosh va oy unga ta'zim qilishganini hikoya qilib berdi. Yaqub alayhissalom bu quyosh Yusufning kelajagi porloq, Alloh nazdida va odamlar oldida katta obro'larga ega bo'lishiga bashorat ekanligini anglab, o'g'liga bu haqda hech kimga gapirmaslikni tayinladi. Yusufning o'gay aka-ukalari otalarining Yusuf va uning tug'ishgan ukasi Bunyominni o'zlaridan ortiq ko'rishiga hasad qilar. Qanday qilib bo'lsa-da Yusufdan qutulish yo'lini axtarishardi. Ular Yusufdan qutulsak, otamiz bizlardan boshqa hech kimga muhabbat qo'ymaydi degan fikrda edilar. Ba'zilari Yusufni o'ldirish kerak desa, boshqalari uzoqroqqa olib borib biron quduqqa tashlash kerak deya maslahat berishardi. Kunlarning birida o'gay aka-ukalar g'arazli niyatlarini amalga oshirish uchun otalaridan Yusufni o'zlari bilan birga ovga olib borishlariga ruxsat so'raydilar. Ota izn bergach, aka-ukalar yo'lga tushadilar. Uzoqroq joyga yetgach, Yusufni o'zaro maslahatga ko'ra quduqqa tashlashadi. Uning ko'ylagini yechib olishib, qonga belab, go'yoki o'zlarini qattiq g'amgin ahvolda ko'rsatishib, yig'lagan hollarida otalari Yaqub alayhissalom huzuriga keladilar. Ular ov bilan mashg'ul bo'lib, ukalari Yusufni bo'ri g'ajib ketganligini bilmay qolishganini aytishib, qonga belangan ko'ylakni ko'rsatishadi. Yaqub alayhissalom bular Yusufga suiqasd qilganliklarini sezsa-da, sabr qilishdan o'zga chora yo'qligini bilib, indamaydi. O'tkinchi karvonlar odatdagidek suv olish maqsadida quduqqa idish tashlashadi. Jabrdiyda Yusuf chelakka osilib chiqadi. Karvondagilar buni ko'rib, benihoya xursand bo'ladilar va Yusufni o'zlari bilan birga Misr tomon olib ketishadi. Yurtlariga yetib kelishgach, Yusufni podshohning vaziri va xazinachisi bo'lmish Azizga arzimas pulga sotib yuboradilar. Alloh taolo Yusuf alayhissalomni shunchalik chiroyli suratda yaratgan ediki, uni ko'rgan kimsa, xususan ayollar, bir zumda maftun bo'lib qolishardi. Allohning bergan ulug' ne'mati, haddan ziyod husn Yusuf alayhissalomni ko'p mashaqqatlar chekishiga sabab bo'ldi. Hojasi Azizning xotini Zulayho Yusufning go'zalligiga maftun bo'lib, uni o'ziga moyil qilib olishga va shu bilan xiyonat ko'chasiga boshlashga harakat qildi. Lekin Alloh taolo kelajakda ulug' maqom, payg'ambarlik martabasiga loyiq deb iroda etgan bandasi Yusufni bunday xiyonat yo'lidan o'zi saqladi.
Zulayho maqsadiga erisha olmagach, Yusuf tuhmatga qolib, ko'p yillar nohaq zindonda yotdi. Nohaq tuhmat bir tomondan Yusufni g'amgin qilsa-da, u aziz xonadonidan qutulganiga xursand edi. Zindonda Yusuf bilan birga podshohning yana 2 xizmatchisi bandi qilingandi. Ulardan biri podshoh mayxonasining boshlig'i, ikkinchisi esa nonvoylarning sardori edi. Ular ham podshohga xiyonatda ayblanib, zindonband etilgandilar. Alloh taolo Yusuf alayhissalomga tush ta'birini aniq ayta olish qobiliyatini ato etdi. Bir kuni Yusufning 2 sherigi tush ko'rishib, bu tushlari ta'birini Yusufdan so'radilar. Yusuf alayhissalom tush ta'birini bayon qilish g'ayb ishlardan ekanligini, buni faqat Allohning inoyati bilangina xabar bera olish qobiliyati unda bor ekanligini uqtirib, ularning ko'rgan tushlari ta'birini bayon etdi. Yusufning ta'biriga muvofiq tez kunda Allohning irodasi bilan ikkala yigit zindondan chiqishadi. Yusufning ta'biriga binoan nonvoylar sardori qatl etiladi va mayxona boshlig'i oqlanadi. Zindondan chiqayotib, o'z podshohiga Yusufning nohaq qamalib yotgani xabarini yetkazishni va'da qilgan mayxona boshlig'i ozodlik xursandchiligidan lafzini unutdi. Oradan ma'lum vaqt o'tgach, podshoh bir g'aroyib tush ko'rdi. Muabbirlarni chaqirib, bu tush bayonini so'radi. Yig'ilganlarning birortasi ham podshohning tushi ta'birini ayta olmadi. Shunda yuqorida eslatganimiz mayxona boshlig'i podshoh huzuriga kelib, zindonda Yusuf ismli bir ta'birchi yigit yotganligini aytdi. Unga odam yuborildi. Podshoh tushini eshitgan Yusuf hakimona uslubda uning ta'birini aytib berdi. Bu ta'bir podshoh quloqiga yetgach, yana ba'zi narsalarga aniqlik kiritish maqsadida Yusufni o'z huzuriga olib kelishlarini buyurdi. Lekin Yusuf zindondan chiqishidan oldin o'zini nohaq qamalganini isbotlashni talab qilib, bunga nisbatan tuhmat uyushtirgan Zulayho va uning atrofidagi ayollardan haqiqatni so'rashlarini aytdi. Podshoh amri bilan ayollar va Zulayho so'roq qilinib, o'z ayblariga iqror bo'lgandan so'nggina Yusuf zindondan chiqishga rozi bo'ldi. Yusufning aql zakovatli, omonatga xiyonat qilmaydigan yigit ekanligini sezgan podshoh uni o'ziga vazir qilib olib, Misr mamlakati iqtisodiga mas'ul etib tayinlaydi. Yusuf podshoh tushining ta'birida bayon qilganidek 7 yil ketma-ket serhosil yillar bo'ldi. Yetishtirilgan ortiqcha bug'doy boshoqlari Yusufning farmoyishi bilan xazinaga yig'ila boshlandi. 8-yildan boshlab ketma-ket 7 yil qurg'oqchilik yuz berdi. Atrofdagi barcha mamlakatlarda qahatchilikka tegishli tadbir ko'rilmaganidan ocharchilik boshlandi. Yusuf ortiqcha bug'doyni boshog'i bilan saqlatib qo'yganligi tufayli Misr aholisi ocharchilikdan omon qoldi. Yusufning asl vatani Falastinda ham ocharchilik boshlanib, uning o'gay akalari bug'doy istab
Misrga keladilar. Ular mamlakat moliya vaziri bo'lib turgan Yusufga murojaat etishadi. Ammo Yusufni tanishmaydi. Yusuf esa ularni bir ko'rgandayoq tanib, ehtirom ko'rsatadi. O'zini tanitmaydi hamda ulardan keyingi kelishlarida ukalari Bunyominni ham olib kelishlarini iltimos qiladi. Aka-ukalar o'zlariga yetarlicha bug'doy olishib, otalari Yaqub alayhissalom huzuriga qaytib kelgach, Misr moliya vaziri bularni ehtirom etgani, keyingi safar Bunyominni ham olib borishlari zarurligini aytishadi. Yaqub alayhissalom Yusufni ovga olib ketishib, bo'ri yedi deb bahona qilgan o'g'illariga ishonmas. Yusufning ukasi Bunyominni ko'z qorachig'idek avaylar edi. Bunyomin va Yusufga o'gay bo'lmish aka-ukalarning bu safargi so'rovlari ham Yaqub alayhissalomga navbatdagi hiyla bo'lib tuyuldi. Aka-ukalar otalarini ha deganda ko'ndira olmadilar. Shunda Bunyominni birga olib bormasak, vazirga bergan va'damizga xilof ish qilib, oladigan nasibamizdan bebahra qolamiz degan o'yda Bunyominni sog' salomat keltirishlikka qasam ichdilar. Shundan so'nggina Yaqub alayhissalom bu taklifga rozi bo'ldi. O'gay aka-ukalar suyina Bunyominni olib Misr mamlakatiga jo'nashdi. Yetib kelishgach, Yusuf huzuriga kirib, va'dalariga binoan Bunyominni olib kelishganligini aytishdi. Yusuf ularga keragicha g'alla berib, izzat hurmat ko'rsatib, mehmon qildi. Ularni kuzatish oldidan rad etib bo'lmas uslubda ulardan Bunyominni qoldirishlarini so'radi. O'gay aka-ukalar Yusufni o'zlariga ko'rsatgan muruvvatlari yu hurmatlari tufayli unga rad javobini aytishga uyalib, noiloj ukalarini qoldirishdi. Falastinga qaytib, otalariga bo'lgan voqeani g'amgin holda so'zlab berdilar. Yaqub alayhissalom ularni qasamlariga xiyonat qilishganini ko'rib, Yusuf singari Bunyominga ham biror ziyon yetkazganlar degan xayoldan ikki farzand dog'ida yig'lay ko'zi ojiz bo'lib qoldi. Oradan ko'p o'tmay farzandlarini huzuriga chorlab, qanday bo'lmasin Yusuf va Bunyominni topib kelishlikni buyurdi. O'gay aka-ukalar yana noiloj Misrga jo'nashdi. Yusuf huzurida bo'lgan voqeani va otalari ahvolini bayon qilishdi. Shunda Yusuf ularga o'zini tanitib, o'ziga nisbatan ularning qilgan suiqasdini eslatdi. Yusufni tanigan xoin akalari hijolatdan noqulay ahvolga tushib, uzr ayta boshlashdi. Yusuf ularning uzrini qabul qildi. Otasining ahvoli tangligini eshitib, ulardan borib darhol ota-onasini olib kelishlarini iltimos qildi. Aka-ukalar Falastinga qaytib, ota-onasini olib Misr chegarasiga yaqinlashgach, Yusuf o'z otasi Yaqub alayhissalom va mehribon volidasi istiqboliga peshvoz chiqdi. Ular bilan yana ko'rishishga muyassar etgani uchun Allohga beadad shukrlar aytdi. Otasi Yaqub alayhissalomga o'zining yoshligida ko'rgan tushi ta'biri, ya'ni 11 yulduz, quyosh va oy unga ta'zim ila sajda qilganligi isbotini topganini eslatdi. Chunki uning ota-onasi va 11 akasi
shu holatda Yusufga ta'zim qilib, ehtirom bilan boqib turgan edilar. Ayyub alayhissalom. Ayyub alayhissalomning payg'ambar ekanligi Qur'oni Karimda zikr etilgan. Ayyub nihoyatda taqvodor, beva bechoralarga o'ta mehribon, yetim yesirlarga doimo yordam berib, mehmonlar hurmatini joyiga qo'yadigan kishi